Bishkekdan yana bitta otni ko'rsataman. Bo'ylari 1.85, yoshi 4da. Otni ko'rsatishdan oldin ba'zi bir o'zini mashhur deb biladigan polvonlarga ikki og'iz gapim bor. Mana bu tuproq. Qachondir shu tuproqqa aylanib ketamiz. Hozirgi aytmoqchi bo'lgan gapimni yaxshi tushunasiz. Oddiy dehqonlarni, oddiy insonlarning ko'ngli ranjishiga sababchi bo'lib qolmang. Nima demoqchi bo'layotganimni juda ham yaxshi bilasiz. Agar hozir nima demoqchi bo'lganimni tushuntirib beradigan bo'lsam, ko'pchilikni ko'p narsadan ko'ngli qolib ketadi. Mayli biz yozganimizga javob qaytarmang. Mayli salom berganimizda ali olmang, lekin mana bu oddiy insonlarni, dehqonlarni ko'ngli ranjishiga sababchi bo'lib qolmang. Sizni qo'lingizdan keladi ularni xursand qilishga. 2 minut vaqtingiz ketadi, 2 minut. Otlariga chiqib, otingiz yaxshi ekan, yaxshi kunlaringizga buyursin deb qo'ysangiz, butun umr eslab yuradi haligi inson. Butun umr. Qo'lingizdan keladi-ku. Tur piyodasan yo'qmi mashina ozgina pastur boy kasal bo'lsa doktorlar hammasi g'amxo'r kambag'alni joni og'risa navbatda jim tur ya siz doim birga shaydon qora jemda 3-4 pul ol senga maydon tulki bo'ri ilon o'zi shularmi hayvon han olaman ko'p narsa bog'liq pulga susmayman mayli qarshi oqimga kechib ketdi bir chaqa deb og'ir botdi dilga bor bog'liq narsalar emas ko'ngilga aytaman bitta gapni o'sha boy zo'rlarga savol javob bitta joyda sen va pulga zorlarga sevgandim berishmadi do'stman qora tunlarga yor bilan ketdi qasri borlarga oltin